Assalomu alaykum hammaga. Bizlarda 2 kundan beri turgan Spark 125 haqida aytib o'taman sizlarga. Buni aybi zaslonkada chek yonib 21:01 21:10 yonib, оборот o'ynab, pedal sezmik oladi. Keyin zaslonka qo'yib ko'rdik, bo'lmadi. Miyaga Yeprom yozib ko'rdik, bo'lmadi. Ustalar tushunadi buni. Undan keyin boshqa miya qo'yib ko'rdik. O'zini zaslonkasini qo'ygandan keyin seli provodga tashladik motor tarafga. Xullas, massalarini tozalab chiqdik. Bo'lmadi. Bunda biz keyin bilsak, zaslonka ham, miya ham bir vaqt o'zida kuygan ekan. Ya'ni kuygan deb tushuntiramiz. Endi buni driveri ketib qolgan, buni esa krishkasi kuygan bo'lgan zaslonkam. Biz esa zaslonka qo'yganmiz, bo'lmagan, keyin o'zinikini qo'yganmiz. Ebu qo'yganmiz, bo'lmagan, keyin o'zinikini qo'yganmiz. Ikkalasini, ya'ni ikkisini bir vaqtda qo'yib ko'rmaganmiz-da. Shuning uchun bizlarni qiynab qo'ydi shu Spark. Hozir xudo xolasa yarim kalitda yonib turibdi. Bu o'zini provodkasi. Buni olib qolamiz endi egasi bilan kelishib. Tak, hozir yoqib ko'ramiz. 21:10 21:01 dan ashibga berib qoladi. Ko'ryapsizlar, yarim kilitlanadi. Hamma joyi chotki. Bu kasal bo'lgan vaqtimda оборот ham 2000 da qotib qolib, pedallar sezmay shunday bo'ldi. Buni aytishimdan maqsad ikkisi birdan ketib qolsa, shunday qiynalib yurmasliklaringiz uchun bilmagan odamlarga ma'lumot.